Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiyada Sadakacı Rozu Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı şikemen 21. yıl 6. ayının 17. günü hürmetli vatandaşa. Vaziyetini görüp duruvatsız. Ben sizlerge yakında sözlügen bir parça leksiyamda Uygur halkı Taң nuru, koyaşның parlak nuru zünge yetip geldi, beşenge yetip geldi. Ahmet sana yetip geldi. Taliyen, yaki kömülüp kalgan, tarihte kömülüp kalgan taliyen. Bugün esilip aldığını yetip geldi. Bunun da təsirlenip sözlügen sözüm şu vakitta Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin'nin muhbirinin soragan suallarına bergen cevabı. Amerika Qo'shma Shtatlari NBC televiziya radiosi sürktining muxbiri Kerry Simons apandining qo'ygan savollari va Uyg'urlar to'g'risida qo'ygan savollari. Dalli suhbat boshlanishdan burun 6 ayning 14 kuni Kreml Sariye Kreml to'g'ri betida e'lon qilingandan keyin bu butun dunyoga tarqaldi. Avvalo men Amerikalik muxbir Kerry Simons apandiga rahmat aytaman. Ikkinchi bo'lib Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida boshlanadigan suhbat, Shveysariyaning Janva shahrida boshlanadigan suhbat boshlanishdan burun muxbirning bu savolni o'rtaga qo'yishi, bu savolga Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin'nin yuqoridek cevap berişi. Hazır bu cevaplar to'g'risi to'xtalamiz vatandaşlar. Cevap berişi bu bir başlanış. Jungo meselesi bo'yicha bir başlanış. Prezident Joe Biden'nin Yevropa ziyaretining oxirgi natijasi sifatida bir başlanış. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zgarayotgan tashqi siyosatining yana qaytadan boshlanishi. Bugungi Johnson J'ning obzori bilan aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlari endilikda Prezident Xi Jinping planini tashlab qo'yib, Xi Jinping planining o'rniga Prezident Vladimir Putin planini qo'ydi degandek. Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati hazır o'zgarayotdi vatandaşım. İşning va natijaning o'zi butunlay Amerikaning tashqi siyosatining tirishtaligi tashqi siyosatining o'zgarishiga bog'liq vatandaşım. Men sizlarga mush leksiya so'zlash jarayonida 50% Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati, siyosiy yo'llarning og'zidan chiqqan siyosatlar, Oqsaroy va Davlat Majlisida belgilangan siyosatlarni sizlarga bir-birlab tushuntirib keldim. Shuning bilan birga Uyg'ur masalasi bu Rossiya meselesidir. Rossiya cho'qim bunga eg'iz ochdi. Rossiya cho'qim bunga arilishdi degan edim. Mana keldi. 50% leksiyanın köp kısmı degidek Rossiya, Uygur meselesi, Yalta meselesi, Moskva konferansı meselesi. Özüldürmek kayni sözlep geldi hürmetli vatandaş. Bugün bu açıldı. Ben şu günüm bir hafta burası sözlügen sözümde hayacanlandım. Bugün hayacanlanğanımı dolu köp türlüp ketken emes ve yakın mübalağı bolup ketken emes hürmetli vatandaş. Del cahidi sözlepti ben de kapı sözde. Mana bugün başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlariga rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi amaliy faoliyatchan davlat ishtirokchisi Antony Blinkenga rahmat. Ve hozirgi tashqi siyosatni belgilayotgan ve onu ishlayotgan bütün Yevropani o'rnidan dast turib, jungoga taqobil turgan, sharqdagi kommunizmni taqobil turgan holatga elib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenga rahmat. Vatandaşım. Demek Uygur meselesi açıl. Bugün Prezident Vladimir Putin iki hızlı gap qıptığı deyişiniz mümkün. Belki o devletler Xitay bilan bo'lgan munosabatni avval oldiga qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq. Chunki bu üç cho'ng davlat bir-birini diplomatiya jihati e'tirof qilgan davlatlar. Eng muhimi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik komitetidagi 5 davlatning 3'i. Bunun üçü Rusya, Jungo,
ya da Xitay, Amerika Qo'shma Shtatlari. 5 davlatning 3'i. Şu 3 davlat o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishi vatandoshi. Gördünüzmü, endi Uyg'urning masalasi mushunda o'rtaga chiqdi. Avval bu Prezident Vladimir Putin ifoda bildirdi. Men dedim bu qatimqi suhbatda bu janvariy o'tkaziladigan ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida o'tkazilgan suhbatga bu qo'yildi dedim. Ishonaman dedim. Hozir bu Prezident Joe Bidenning kishilik huquqni ta'kidlashi, Prezident Vladimir Putinning oldiga qo'yishi, kishilik huquqni ta'kidlash Amerika bu davlatning mohiyati deyishi, Prezident Vladimir Putinning oldiga qo'yishi. Bo'libmi savolning keskinligini keng doirada savol qo'ygan Amerikaning muxbiri, NBC televiziya, radio televiziya shirkatining muxbiri Keir Simons apandiga rahmat. Bu yo'l ochildi, bu yo'l boshlandi, hurmatli vatandoshim. Sizlarni tabriklayman Uyg'ur vatandoshim. Endi tuvanda sizlarga bu suhbat qandoq, muxbir savolni qandoq qo'ydi, biz endi buning bilan sizlarni tanishtiramiz, hurmatli vatandosh.